Qurg'oqor tog'lar ortidan ko'kka talpingan saxiy quyosh tevarak atrofga nur sochib, yana bir xayrli kun boshlanganidan darak bermoqda. Oftob borliqni yoritmasdanoq ish joylariga kelib ulgurgan inspektorlar navbatdagi saf ko'rigida hozir bo'lib turishibdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi huzuridagi yo'l patrul xizmati brigadasi alohida maxsus divizionida faoliyat yurituvchi xodimlar har kuni shu tartibda ko'rikdan o'tadilar. Boshqa tumanlarda xizmat qiluvchi inspektorlarga ham ushbu tartib joriy qilingan. Kunning birinchi yarmida ko'chada bo'luvchi xodimlar yo'l harakati qoidalarining buzilish holatlariga qarshi ish olib boradilar. Shuningdek, harakat ishtirokchilariga tartibni tushuntirib, targ'ibot, tashviqot yo'nalishida ham faoliyat ko'rsatadilar. Mas'ul xodimlar esa ularning xizmatga tayyorgarligini ko'zdan kechirib, ish qurollarini nazoratdan o'tkazishadi. Chunki ertalabdan kechgacha haydovchi, yo'lovchi va piyodalar bilan muloqotda bo'luvchi inspektorlarga qarashli jezl, alohida aloqa vositasi, patrul mashinasi, hatto hushtakkacha soz bo'lishi kerak. Jihozlarning butligi tezkorlikni ta'minlab, samaradorlikni oshiradi. Undan tashqari, yo'l patrul xizmat xodimlarining jismoniy holatiga ham alohida e'tibor beriladi. Tongi mashqlardan so'ng safda qadam tashlash yo'lga qo'yilgan. Patrul mashinalari sekin-asta qo'zg'alib, inspektorlar o'zlari biriktirilgan hududlarga yo'l olishadi. Har bir xodim maxsus ajratilgan maskanda harakat xavfsizligini ta'minlab, qoidalarga muvofiq tarzda xizmat qiladi. Ular asosan haydovchi va piyodalar bilan muloqotga kirishsa, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari mahalla, korxona va tashkilotlarda aholi o'rtasida targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boradilar. Avtopatrul o'tgan kunlar mobaynida Qoraqalpog'iston Respublikasiga safar uyushtirdi. Buni ko'rsatuvimiz avvalidan bilib oldingiz. Navbatdagi dasturlarimiz orqali Qoraqalpog'iston Respublikasidan tayyorlangan turkum ko'rsatuvlarimizni tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Qoraqalpoq elidan tayyorlangan lavhalar diqqatingiz markazida. Yo'l harakat qoidasida 3.27 yo'l belgisine bo'ysunmay, to'xtauga qadagan yo'l belgisini ta'siri ostida to'xtab turibsiz. Bilasizmi, 3.27 yo'l belgisi qanday ekan? Bilasizmi? Sizga bir aqimchilik bayonnoma tuziladi. To'xtaydigan yerga to'xtauga bo'lmaydi degan belgida, biroq u men kristalning oldida stoyankasi bor. Shu yerga kiring desam, og'zina deyim probka qilib qo'yibdi. Kerak bo'lsa, shu yerni tarqatib kerak-da birinchi. To'xtamadim. Men mana sizdek kira olmay yurib ketdim. Kira olmay, to'xtaydi, ishga kiring desek, kiruv yo'q, so'dan ары qaray ketaverdim. Yo'lovchi tushdi-yu, hayda. Nerda tushiruv kerak bo'ldi so'zni, neda? Yo'l tushiruvga imkoniyat yo'q. So'dan keyin mana yoqqa keldi-da, 20 metr yo'l belgisi qanaqa yo'l belgi? To'xtauga bo'lmaydi degan. Yo'l harakatida to'xtauga bo'lmaydi. Biroq men taqiqlovchi, biroq men u yerda to'xtamadim. Astin yurib ketaverdim, to'xtab turmadim, yurib ketaverdim-da. Haydovchiga ma'muriy bayonnoma tuzilib, jarimasini to'lab, haydovchilik vaqtini qaytarib oldi. Davlat raqam belgisining dastlabki sonlari 95 dan boshlanadigan hududda avtopatrul dastlab 3.27 to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi bo'yicha ish boshladi. Ekraningizda Tiko rusumidagi transport vositasi turibdi. Uning haydovchisi noto'g'ri joyda to'xtagan. U kimnidir kutyapti. Transport vositasi harakatda emas. Endi inspektor bilan haydovchi o'rtasidagi muloqotni tinglang. Hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidasida 3.27 yo'l belgisini bo'ysunmasdan to'xtab turibsiz. Ne sebep to'xtab turibsiz? Seni bilatishim kerak bo'ldi. Bu bo'yicha sizga aqimchilik bayonnoma tuziladi. Avtomashinaga o'tirgandan keyin xavfsizlik kameridan foydalanish kerak. Tushundim, jajerni tushaman deb o'yladim, so'dan taqmadim. Hujjatlaringiz bormi? Var. Aynen 70'e geldik. Tek düşürdüm de kettim o indi. Aldığında taksiye topladı. O yerda 3.27 yo'l belgisi turibdi, to'xtauga qadagan. Siz shu yerda to'xtab adam sürüp Yaşımdı o'tirsiz. vergey, yolumdu vergey aynen. Hurmatli haydovchi, hujjatlaringizni sizlar bizga. Endi bu yerda turib diyor ya, mening oldimda turdi. Tasvirga olgan bo'lsangiz, ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Joriy yilning 10-iyul sanasidan 10-avgust kuniga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha harakat xavfsizligi oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirda sohaga doir barcha tashkilot xodimlari faol ishtirok etishmoqda. Harakat ishtirokchilariga qoidalarni tushuntirib, piyodalar bilan muloqotga kirishuvchi xodimlar ko'chalarimizda yo'l transport hodisalari sodir etilmasligi uchun o'z hissalarini qo'shishmoqda.
Jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilish bo'linmasi xodimlari nafaqat ushbu tadbir davomida, balki boshqa paytlarda ham haydovchi, yo'lovchi va piyodalarning xavfsizliklarini ta'minlash uchun bir qator rejalarni belgilab olganlar. Ko'chalarda o'tkazilayotgan maxsus reydlar davomida ana shu maqsadlar xususida so'z yuritilmoqda. Yo'l harakati qoidasida 327 yo'l belgisi bor. To'xtov qadag'an. To'xtov qadag'an shu yo'l belgisining ta'sirida siz to'xtab turibsiz. Ne sabab to'xtab turibsiz? Nerga kelib to'xtadim bu sanksi Kurzavoy turgan ekan. Ya u yerda endi to'xtavga bo'lmaydi, bilasiz-ku, znakni ko'rdingiz. Ishga. 3 yo'l harakati qoidasini 327 yo'l belgisini bo'ysunmay to'xtagan. Oldimda ana строительный mashina turdi. Men burilayin desam, строительный mashina tur ekan. Keyin men meshayt bermeyin, аварийный situatsiya создавать etmeyin deb, yerman qarab to'g'ri qarab chiqdim. Hurmatli haydovchi, siz 327 yo'l belgisida to'xtab turgan uchun men sizga aytdim. Bu bo'yicha sizga әкімшілік bayonnoma tuziladi. Erkib teksirganimda hujjatlaringizda eskirtuvchi taloningizning muddati o'tib ketgani aniqlangan. Ma'muriy amaliyot bo'limidan borib jarimasini to'lab olib kerak. Bu hurmatli haydovchi, bu almagan avtotransport boshqaribdi. 30 kun muddati o'tib ketgan. Bu uchun vaqtinchalik jarima jarasini erkilaydi bu avtomashina. Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilayotgan tadbir davomida yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar ko'rilishi rejalashtirilgan. Transport vositalari va piyodalar, jumladan bolalar harakati serqatnov bo'lgan yo'llar va joylarni belgilash, ularni ko'rikdan o'tkazib, zarur o'rinlarga yo'l belgilari, ko'rsatkichlar, svetoforlar o'rnatish ham oylik mobaynida bajarilgan vazifalardandir. Shuningdek, transport vositalarining texnik tayyorgarligini yaxshilash hamda mavsumiy texnik ko'rikka jalb etish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Avtomaktablar va boshqa ilm dargohlarida yo'l harakati qoidalarini o'rgatish ishlariga yanada chuqurroq yondashildi. Xullas, sohaga oid barcha chora-tadbirlar 30 kun ichida mahalla, bolalar bog'chasi, tashkilot, korxona, muassasalarda aholiga tushuntirib borildi. Bunday xayrli ishlardan maqsad esa sog'lom turmush tarzini shakllantirish, to'qnashuvlar ro'y berishini kamaytirish, yo'l transport hodisasi oqibatida piyodalar, ayniqsa voyaga yetmagan go'daklarning tan jarohati olishiga qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash hamda harakat ishtirokchilarining o'zaro hurmat e'tiborini oshirishdan iborat. 327 yo'l belgisi ta'sirida to'xtab turibdi. Xavfsizlik kamar taqmagan. Sol sababli bu yoqda erib turibman. To'xtov bo'lmaydi. To'xtash mumkin emas. Men 2 balda 3 balasini ishlayapman. Ya siz to'xtab adam tushirdiz, turibsizlar? Endi tushirdim endi kirib. Bilmadingiz, siz yo'lning chetida, Yo'lning qatnov bo'limida yo'l belgisinde sol ta'sirida to'xtadingiz, ya'ni adam tushirdingiz sol yerga. Nukus shahrida reyd o'tkazayotgan avtopatrulni aloqa vositasida chorlab qoldi. Chorlov sababi yo'l transport hodisasi edi. Buxoro viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasiga eltuvchi yo'lning 744-kilometrida ikki transport vositasi to'qnashib ketibdi. UAZ hamda Nexia rusumidagi avtomobillar jiddiy tarzda texnik shikastlangan. Ular qay tariqa yo'l transport hodisasi sodir etishganini inspektor hikoya qilib beradi. Biz Quzar Buxoro Nukus Bino asfalt yo'lining 744 kilometridan turibmiz. Mana ko'rib turganingizdek, UAZ rusumli yuk tashish avtomashinasi bilan Nexia rusumli avtomashinasi yo'l transport hodisasiga uchragan. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, Nexia avtomashinasi ta'mirtalab talablarlari va uning haydovchisi hozirgi vaqtda shu voqea o'rnida birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi va Nukus shahar tez tibbiy yordamiga jo'natildi. Hamma yo'l belgilari bor. Masalan, mana to'xta yo'l belgisi bor, kirish taqiqlangan yo'l belgilari bor. Bu katta yo'lda endi yo'l belgilaridan umuman muammo yo'q. Faqat shu haydovchilardan hushyorlik, shu belgilangan me'yorlarga amal etsa, yo'l qoidalariga amal etsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Soha mutaxassislarining nazdida avtomobil xavfli holat tug'diruvchi harakat vositasi deya tan olingan. Uning rul chambaragini mas'uliyat bilan tutgan kishi yo'l harakat qoidalariga amal qilsagina, hozir biz avtomobilga bergan salbiy ta'rif yo'qqa chiqib, temir jihoz inson uchun yaqin hamroh, beminnat ko'makchi, shaxsiy mulkka aylanadi.
Yo'lning holatidan qat'iy nazar haydovchi qoidaga binoan transport vositasini boshqarsa, har qalay bexavotirlik ta'minlanadi. To'g'ri, falokat oyoq ostida, buni inkor eta olmaymiz. To'satdan sodir bo'ladigan voqealar aynan falokat tufayli xunuk xotira qoldirish ham barchamizga ma'lum. Shunday bo'lsa-da, ehtiyotkorlik va hushyorlik har daqiqa mas'uliyat egasining fikr-u yodida turmog'i lozim. Bu avtomashina haydovchisi qizil chiroqqa bo'ysunmasa harakatlanib kelyapti. Shunga nisbatan bu haydovchiga ma'muriy bayonnoma to'ldiramiz. Siz sug'urta polisisizda, transport egalari fuqaro javobgarlik majburiy sug'urta qilish polisi bir kun muddat o'tib ketgan ekan. Bugün 2017-yil 27-iyul kunda, bu 26-iyul kechagi payt o'tib ketgan ekan bu. Muddati tugagan bu sug'urta polisida, bilasizmi? Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma o'tkazamiz, avtomashina vaqtincha jarima maydoniga olib boramiz. Tushundira oldimmi? Esimdan chiqdi o'sha bir kun. Endi bormoqchi edim, mana dokument tekshirildi, men 27-chi yo'lga chiqishdan oldin transport texnik sozligi, tozaligi, to'liq jihozlangan hujjatlarning sozligini tekshirgan olib chiqishingiz kerak bu. Ertalab bu. Haydashdan oldinda bu sug'urta polisingiz bir kun muddat o'tib ketgan. Tish startda avtomashina jarima maydoniga boradi. Aytib turibdi, sug'urta transport egalarining fuqaro javobgar, majburiy sug'urta qildi. Majburiyda bu avtomashina harakatga keldimi, sug'urta qilishingiz kerak. Sug'urta muddati o'tganligi uchun avtomashina vaqtincha jarimaga irkiladi ekan. Avtopatrul yo'l patrul xizmat xodimlari bilan hamkorlikda yo'l harakati qoidalarining buzilishi yuzasidan ma'lumot to'playdi. Harakat ishtirokchilari bilan o'tkaziladigan targ'ibot tashviqot ishlari mayda va jiddiy to'qnashuvlar uchramasligi uchun xizmat qiladi. Har bir haydovchi, yo'lovchi va piyoda bilan muloqotga kirishuvchi yo'l patrul xizmat xodimi sodir etilgan holatning salbiy jihatlarini oshkor qilib, xunuk natijasidan voqif etadi. Ibratli gapni eshitgan oqil inson ertaga yanada ehtiyotkor bo'lishga, bunday xatolikni boshqa takrorlamaslikka ahd qiladi. Ro'yxatga olinayotgan mudhish voqealarning asosiy sabablarini axtarsak, doimiy va oddiy tuyulgan qoidabuzarliklar ekani ma'lum bo'ladi. Har qanday noto'g'ri xatti-harakat ijrochini noqulay ahvolga solib, noxush manzara hosil qiladi. Nima uchun hujjatlaringizni yonida olib yurmaysiz? Buni midoza qiladi, bir miqdor. Yo'l harakatining 7-bandda yozilganda ichki ishlar haydovchi deydi, quyidagilar yonida olib yurish kerak va ichki ishlar organi xodimi so'raganda tekshirish uchun taqdim qilishingiz keraksiz. To'g'rimi? Siz yo'q hech qanaqa hujjatingiz, uyda qolib ketganmi, keyin hozir endi olib keladi. Hozir mana o'zim bilan hozir shu yergacha siz hech qanaqa hujjatsiz avtomashina boshqarib kelasiz, to'g'rimi? Hujjatim bor, mashinaning sug'urta donalarim yo'q-da. Pravolarim bor. Haydovchilik guvohnomangiz borsin, ha? Hozir Eshboyev Shuhrat. Texnikalik pasport bormi avtomashina? Hozir sug'urta polisi. Yoningizda yo'q, to'g'rimi? Uyda olib qolgan. Unda bunday qilib siz haydovchi avtomashinani vaqtincha jarima maydoniga olib borib qo'yamiz. Qolib ketdi-da. Ha, qolib ketibdimi? Xo'p, qolib ketgan bo'lsa, o'zingizning fuqarolik pasportingiz bormi? Siz tasdiqlab berasiz. Pasportni topshirib qo'yaman. Bu ham haydovchining shaxsini tasdiqlash uchun ichki ishlar bo'limiga olib boramiz. Ko'chadagi yo'l belgilari, svetoforning porlashi, turli chizmalar, yotiq chiziqlar kabi haydovchilar aro o'zaro hurmat-e'tibor, bir-birini tushunish, harakat chog'ida yordamlashish, xavfsizlikni ta'minlash kabi tushunchalar ham mavjud. B va BS toifasiga haydovchilarni tayyorlovchi bilim yurtlarida ana shu masalalarga ko'proq murojaat etiladi. Avtopatrul Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani mudofaa ishlari bo'limiga qarashli texnikalarni dastlabki yig'ish maskanida tasvirga tushirish ishlarini davom ettirdi. Yengil avtomobillar va yuk mashinalarini boshqarishga o'rgatuvchi ilm dargohlarida o'quvchilar transport vositasiga aloqador hamma yo'nalishlarda tahsil oladilar. Mana bunday sinflarda o'g'il-qizlarga yo'l harakati qoidalari bo'yicha nazariy darslar o'tiladi. Ko'pgina ziyo maskanlaridagidek ushbu ilm dargohida ham maxsus fanlarni, tajribali va yo'l harakati xavfsizligi sohasida ko'p yillik ish stajiga ega bo'lgan mutaxassislarga ishonib topshirishgan. Uzoq vaqt mobaynida sevimli kasbining mazmun mohiyati, jami afzalliklarni o'ziga singdirgan bu o'qituvchilarning qo'lidan yomon, o'quvsiz o'quvchilar yetishib chiqmaydi. Chunki
murabbiylar xoh nazariy darslar bo'lsin, xoh amaliy mashg'ulotlar qarshilaridagi 20-30 nafar bolaga hayotiy tajribalardan kelib chiqqan holda har bir holat sharhini kuyunchaklik bilan tushuntiradilar. Harakatlanish chog'ida haydovchi o'zini qanday tutish kerakligini, hurmat e'tibor bilan avtomobil boshqarish lozimligini bo'lg'usi haydovchilar eng avvalo ustozlardan eshitishadi. Bu ko'nikma sekin-asta zaruriy qoidalar qatoridan o'rin egallab, haydovchining doimiy dasturiga aylanadi. Haydovchi o'rindiqda ortiqcha odam olib borayotganligi ma'lum bo'ldi. Shu bo'yicha bunga ma'muriy bayonnoma bildiramiz. O'zimdan tashqari 6 ta odam bo'lishi kerak. 6 ta odam bo'lishi kerak. O'zim bilan 7. Taqiqlovchi qizil ishorasiga bo'ysunmasdan burilib ketganlar uchun avtomashina ergildi. Qizil emas, bir qolgan vaqtda men kirdim, bu yoqqa aylanmacha qizil bo'lganda. Diqqat ishorasina bo'ysunmasdan avtomashina boshqarib ketdi. To'xta deb turibdi sizga, to'g'rimi? To'xtadim. Tayoq ko'tarib turibdi. Avtobus burilyapti, to'g'rimi? Siz haydab harakatlanib kelyapsiz, to'g'rimi? Gazning akti, sug'urta, polis. To'xtatish ishorasini bo'ysunmagan sababli sizga bayonnoma tuzamiz, bo'ladimi? Mototransport vositasi far yoqmasdan motochilik kiymasdan harakatlanib ketganini to'xtatganimizda, bu mototransport vositasini hech qanaqa hujjatsiz va davlat raqam belgisiz harakatlanib ketgani ma'lum bo'ldi. Bu boshqarishlarda motochilik bo'lish kerak, kiyib olish kerak. Bu o'zining maqsad kask kiyib olish kerak, hujjatlari, texnika pasporti, haydovchilik guvohnomasi A kategoriyaga bo'lish kerak buda. Dokument to'lab bo'lmaydi. Davlat raqam belgisi bo'lish kerak. Bunga dokument to'lab bo'lmaydi deddan, men dokument to'lab olmaydim. Bilmayman. Milchaxonaga keldim, Muruga bordim. Bu dedi dokument to'g'lab bo'lmaydi. Bu vasxod mashina, vasxod deb aytiladi. Bu nima uchun bo'lmaydi? Benzinda yuradi, kilometri 140 kilometrga chiqadi. 50 kilometr oshgan paytda siz davlat raqam belgisi olish kerak. Bular ham bor dedim, mana blokning nomerlari. Hamma narsa bor, dokument to'lab bo'lmaydi. Mototransport vositasi vaqtincha yarmaydan qo'yiladi. Bu haydovchini ichki ishlar bo'limiga olib boradi. Shaxsini tasdiqlash uchun. Bu hech qanaqa hujjat yo'q. Birinchi masala fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, ikkinchi yo'l harakati qoidalarini buzmaslik, qo'pol qoida buzarliklarni oldini olish, fuqarolarga, haydovchilarga yo'lda yurish muomalasi, yo'ldan o'tish, yo'l harakati qoidalariga qattiq rioya qilish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Haydovchilik guvohnomasi ham talonni senim xati bo'lmagan uchun irkib turibmiz. Ha, bor, biroq qolib ketgan. Qayerda? Uyda. Hozir shaxsini tasdiqlash hujjatlari yo'q. Bu yerda meni Yerimbet Usnadin deb qo'yibdi, Usnadinga tegishli avtomashina texpasportida. Biroq sizning Usnadin ekanligingizni biz bilmaymiz. Haydovchilik guvohnomasi yo'q. Pasportingizni berib turing. Avtomashina boshqaruv uchun me'yoriy hujjatlar, ya'ni haydovchilik guvohnoma hamda aniqlantiruvchi talonlar qasmida yo'q. So'ng shunda bu avtomashina vaqtincha jarima maydoniga qo'yiladi. Nexia rusumli avtomashinasini to'xtatganimizda avtomashina majburiy tep ko'rik muddati 5-oyda o'tib ketganligi aniqlandi. Bo'ldi, esimdan chiqib ketdi. Endi qiz olaman deb, bo'ldi, uni yalasan. Haydovchining o'zine tegishli hujjatlari yo'qligi sababli avtomashina vaqtinchalik jarima maydonidan irkilib turadi. Uyda qolib ketdilarmiz. Uyda qolib ketdi. Hujjatlari yo'qligi bo'yicha, tegishli choralar bo'yicha jarima maydonlariga tortilib, ushbu avtomashinalarni haydovchilarini yashash joylarida yig'ilishlar o'tirib, kerakli tashkilotlarga, ya'ni hokimiyatga, o'zi yashab turgan fuqaroning avval yig'in fuqarolar yashash joyiga yig'ilishlar o'tirib, bunda bu masalani muhokama qilib, tegishli choralarini ko'rib turibmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan turkum ko'rsatuvlarimizni kelgusi haftada davom ettiramiz.
Avtopatrulning ko'zlagan manzili Qo'ng'irot tumani. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling. Quvvat kerakmi? Voy, yangi Rolton-ku. Mehmonlarni hayron qilamiz. Sabzavotlar hamda tabiiy ta'mga boy yangi va yorqin qadoqdagi Rolton sho'rbasi siz sevgan taomlarga yanada xush ta'm bag'ishlaydi. Muattar hidli ziravorlar esa har qanday taomni durdona asarga aylantiradi. Mazali-ku, qizim. Yangi Rolton bilan hamma taom mazaliroq. Ham barakali. Rolton.